Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi bemorimiz Choriyev, 76-yil. Bizga beldagi kuchli og'riqlarni ikkala oyoqqa tarqalishiga, ikkala oyoq susligiga va peshob ushlab bilmasligiga murojaat qilib keldilar. Bemor yillar davomida tuman nevropatologlarida, Toshkent nevropatologlarida doimiy ambulator hamda statsionar davolar olib kelgan. Davolar samarasiz bo'lganligi sababli bizni markazimizga murojaat qilib keldilar va biz markazda MRT tekshiruvlaridan o'tkazdik. MRT tekshiruvlarida ikkita umurtqa segmentida disk churrasi aniqlandi. L2, L3 hamda L4, L5 disk churralari aniqlandi. Bemorga konsilium asosida klinik tashxis qo'yilib, bemor rejali ravishda operatsiyaga tayyorlandi. Operatsiya L4, L5 laminektomiyasi va L3, L5 umurtqalariga transpezikulyar fiksator o'rnatish hamda L2, L3, L4, L5 umurtqalari disk churrasini olish amaliyoti bajarildi. Agarda sizda ham quyidagi shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizning markazimizga, ya'ni neyroxirurgiya bo'limiga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum. Men Choriyev Jamshid. Bir hafta oldin neyroxirurgiya bo'limiga keldim. Girja disk og'rig'i bilan. Mana 3 kun oldin operatsiya bo'ldi. Og'riqlar juda yaxshi hozir, yo'q. Ancha yaxshi. Doktorlarning hammasiga kattakon rahmat. Safar Jasurga ham, hamma doktorlarga rahmat.